Mana biz hozir karchkamizga o'tlarni berishni boshladik. Aka, mana sizdan olgan suspenzani sepgan edik 2-may kuni. Mana xudo xolasa bugun 10-may. Zillularimiz o'zgarishi juda zo'r. Ahmad aka, qarang. Novdalar chiqarib o'sib ketgan. Bunaqa baland joylari ham bor. Mana o'ta katta o'sib ketgan joylari. Xudoga shukr. O'ta zo'r. Assalomu alaykum, baba dehqonlar, tuzimsizlar. Mana biz hozir karchkamizga o'g'itlarni berishni boshladik. Bahodir akami tovarlarni oldik. Hozir endi mana bugun 2-may. Mana karchkalarimizda holati o't bosib ketdi, endi yulib bo'lmayapti o'tdi. Yulsak karchka bilan birga chiqib ketyapti o'tlar. Sho'ralar bosib ketgan. Go'ng sepgandik, shu go'nglarda asorati deyishyapti. Mana shu karchkalarimiz mana hozir sepamiz bugun. Mana holatlari. Assalomu alaykum. Mana Bahodir akamdan oldik, sepdik mana 2-may 2026-yil makkamizga. 10 kundan keyin yana sepamiz. Aziz bobo dehqonlar, mana qizillularimiz bizni popda. Bugun 2-may Pop tumanida. Mana 2 xil 3 xil bo'lib qolgan lulalarimiz. Xudo xolasa Bahodir akamdan olgan suspenziyalarni hozir bagidan ozuqa beramiz. Xudo xolasa 5-10 kunda yana xabarlashamiz, yana beramiz sizlarga ma'lumotlarini. 20 sotikka sepmoqchimiz hozir. 2 ta zapravka 500 grammdan qo'shing deyishdi. Olgan 10 litrimiz. Bahodir aka qarang, bir xil joylari agat yopilib ketgan. Qalin ekkan joylarimizda. Qarang. O'ta qalin ekkan joylarda agat yopilib ketgan. Endi buni o'tagani kirib bo'lmas ekan. Bahodir aka qarang, qalin ekilgan joylari. Xudoga shukr. O'ta zo'r. Mana men Xudo xolasa avvalolloh keyin sizni sababchi qilib o'ta zo'r aka. Bo'yiga o'sib ketyapti ham yana. Karchkalarimiz o'zi yotdi. Aka, karchkaga ham sepdik. Bir marta sepdik karchkaga. Ana ularga kecha ham sepdik. Bu karchkani Xudo xolasa yangi haftada Allohim ob-havoni yaxshi qilib tursa, Xudo xolasa ko'rlaymiz aka karchkalar. Karchkalarimiz palaga yotdi mana. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Mana shu 2-mayda sepganmiz shunga. Siz bergan nimadan? Mana shu makkalarimiz holati. Mana 10-may bugun. Xudo xolasa holatlari yaxshi. Bunaqa baland joylari ham bor. Bu yerimiz Sholipayaning o'rnida. Ancha qiynaldim aka chiqmaguncha. Hozir yaxshi, zo'r, Xudo xolasa. Avvalo Alloh, keyin siz sababchi qilib, mana bir marta ham chopmadik makkani. Faqat texnikada chopdik. Ichiga kirib o'tamadik ham. Shu holatda Xudo xolasa. O'tdik aka, oshiqroq makkamiz. Mana o'ta katta o'sib ketgan joylari. Xudo xolasa bugun 10-kun kecha yana sepganmiz 2-chisini aka. Mana o'sgan joylari tizadan baland. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, mana sizdan olgan suspenzani sepgan edik 2-may kuni. Mana Xudo xolasa bugun 10-may. Yakshanba kuni. Zillularimiz o'zgarishi juda zo'r. Xudo xolasa rahmat aka. Qarang. Novdalar chiqarib o'sib ketgan. Xudo xolasa rahmat aka, oqladi shanchimizda.